Diqqat, diqqat! Ogoh bo'ling, firibgarlar, moshinniklar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, opa-singillar, aka-ukalar. Sergak bo'ling, ogoh bo'ling. Firibgarlar, moshinniklar ko'payib ketdi. Agar sizga notanish raqamdan qo'ng'iroq qilib, o'z telekomdan telefon raqamingizni o'zgartirishni xohlamasangiz, qanday muddatda doimiy unda plastik kartangiz qaysi bankdanligini, Humo yoki Xalq bankidanligini aytasiz deb telefon raqamingizni o'zgartirmasdan qoldiramiz. Faqat kishibekka qo'shilishingiz kerak deydi. Telefoningizda SMS bordimi? Kodini aytib yuboring deydi. Siz aslo kodni aytib yubormang. Aytsangiz kartangizdagi barcha pulingizni yechib oladi. Boshqa bahonalar bilan ham SMS kodini so'rashi mumkin. Aslo aytmang. Ular ismini, familiyasini ham aytadi. Masalan, Erkaboyeva Elmira deb tanishtirishi mumkin. Ular quyidagi telefon raqamlaridan ham qo'ng'iroq qilishi mumkin. +7 926 782 45 29 +7 922 948 41 86. Telefonni ko'tarmang yaxshisi. La'nati haromxo'r firibgarlar, moshinniklar, haromxo'rlar, xoh erkak bo'ling, xoh ayol bo'ling, tezroq qo'lga tushib qamalib keting. Qiyomatda do'zax olovga 100 ming yillab kuying, azoblaning. Amin. Allohu akbar. Ogoh bo'ling aziz yurtdoshlar. Sog' va salomat bo'linglar.